Vatkan hayitda so'g'anili ko'k bo'ladigan bo'g'irchani atirgul shaklida juda mazali qilib pishirishni o'rgataman. 250 gram issiqqina suvga 150 gram oq yog' va 150 gram eritilgan sariyog', 3 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz, yarim choy qoshiq vazilikdir, 700 gram un solib, o'rta yumshoqlikda xamir qorib, ikkiga bo'lib yarim soat tindirib qo'yamiz. Keyin shunaqa sal qalliroq qilib yoyib olib, shunaqa doira shaklda kesib chiqamiz. Keyin 6 tadan qilib taxlab olib, qattiq siqmasdan bo'shroq qilib o'rab olamiz. Keyin ikkiga bo'lib olib, atirgulchalarimiz ochilib ketmasligi uchun cho'p tiqib qotirib qo'yamiz. Yaxshi pishish uchun yaproqlarni ochib qo'yamiz. Sas olovda qizigan yog'da chiroyli qizarguncha pishirib olamiz. O'shanda ichlarigacha yaxshi pishib, ko'mir-ko'mir bo'lib chiqadi. Kelayotgan hayit ayyomi hammanglarga muborak bo'lsin. Hammanglarni taninglar sog' bo'lsin. Ey, ko'mir-ko'mir qiladi. Og'zingizda erib ketyapti. Juda mazali.